qimmatlik tarbiya. Avazda Huncham Rozi. Qizınız bolsa, çoqum bay beqin. Bu yerdagi boyliq pulni ko'rsatmaydi. Mehrga, ro'y oziqqa, bilimga, axloqqa boy bo'lsin. Egiz ko'tirib, cho'ng ko'rib, obdan asrang. Qizıngizni çoqum o'qiting. Yaxshi tarbiya olsin. Chunki u keyin bir ona bo'ladi. Farzand tarbiyalaydigan büyük vazifasi bor. Yaxshi o'qib, o'ziga ishonadigan, qadr-qimmati bilan yashay oladigan, baxtni o'zidan topa oladigan bo'lsin. Bexatarlik tuyg'usi bering. Uningga naqadar aziz, naqadar qimmatli ekanligini his qildiring. Shundala u yolg'on mehrlarga aldinib ketmaydigan, g'ururliq yashay oladigan bo'lib chiqadi. O'g'lingizga kichikidilla o'zining bir o'g'il bola ekanligini yiqilib tushsa, o'ziga tayinib o'rnidan turish lozimligini, xatolik o'tkazsa, yurakli holda bo'yniga ilish kerakligini ayting. O'g'il bolaga herkes qattiqlik qilmang. Axloq fazilatga yetaklang. Mehringizni, muhabbatingizni, barligingizni bering. Sizni hurmatlasin, aymansin. O'g'il bola hammidindek boshqalarning o'zini tushunmasligidan, qo'llamasligidan, o'zining erkinligining bo'g'ilib qolishidan eng qo'rqadi. O'g'il bola zo'rlik vositadan qo'rqib qolmaydi. Aksicha, ota-ona qancha zo'rlik qilgancha, u shuncha joylashib ketadi. O'g'il bolani 9 talqib baxmang. Bunda qilsangiz, o'g'lingiz erki cho'ng bo'lib qoladi. Bundaq bola cho'ng bo'lsa, mas'uliyatsiz, tayyota bo'lib qoldi. O'g'lingizning kichigidilla xarakterini yetildirishga ahamiyat bering. Ish qilganda qo'rqinchaqlik qilsa, uningga botirlikni o'rgating. Ish qilganda orqa-orqadan bel qo'yversa, uningga ching turishni o'rgating. Ish qilganda azmlik qilsa, uningga keskin bo'lishni o'rgating. O'ziga ishonishni ta'kidlang. Mas'uliyat tuyg'usi yetildiring.